Noyob topilmalar kanalida Lexus'ni kabroleti-yu, bu yog'iga kabroletda yurasiz. Bu deymana sochingizni xilpiratib, aka. Mana buni ochilishini qarang, ochilishini. Temirli mana bu toma ekan, lattali emas, aka. O'zi ham bor. Shu mashinani sotib olsanglar, tanish bilishinglar bunda ko'rib, rosa ham havas qilsa kerak. Shaxsan o'zimga yoqdi. Bitta like bosib qo'yinglar. Bu mashinani kimlar haydamagan, aka? Mana buni qaranglar. 2004-yil mashinamiz. Shunaqasidan ko'rganmisizlar? Lexus SC 430 4.3 litrli motor turibdi, 3UZ. Aka, bu mashinani sotib olsam, zapchasini qayerdan topaman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Aka, LS 430 bilan ходовой, motor, pator hamma zapchaslari bir xil ekan. Bemalol LS 430 zapchasini bering deb mana shu mashinaga qo'yib haydab yuraversangiz ham bo'lar ekan. Hozirgi kunda egalari uveren bo'lib aytavering, hech qanaqa ishlari yo'q deb aytayaptilar. Bosib yuborasizmi deyman, kim haydagan bu mashinani? Biladiganlar bormi? Ushbu mashinamizning probegi 153 ming kilometr, aka. Mana shu 10 tomon kilosida ozgina sepilgan joyi bor ekan. Keyin orqa tarafida shaxsan o'zimga yoqdi. Salon holatlari ham Mark Levinson akustikasi, sidena pamiyatlarigacha bor. Sidena koja holatlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Balon diski holatlari ham yaxshi bo'lib turibdi. 3UZ motor. Biladiganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Ushbu mashinaning narxi nech pul deb o'ylaysiz? Narxi nechimdan oldin Telegram kanal ochganmiz. Telegram kanaliga ham o'tib olinglar. Har xil mashinalar birinchi bo'lib Telegram kanaliga tashab borilyapti. Narxi $24,900, aka. Realniy pulingiz bo'lsa, mana egalariga chiqing, gaplashib, barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Biz reklama xizmatimizni olib bo'lganmiz. Keyin yana bitta variantga ko'ndirdim. Normalniy mashinalar bo'lsa, barterga gaplashib olsanglar ham bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.